Assalomu alaykum aziz Xorazm Realtor xizmati obunachilari. Urganch shahar markazindamiz. Katta yo'lning ustida, yana xudo xolasa. Bu yo'limiz Xonqa yo'li, bu yo'limiz Zonarli, bu yo'limiz Sharq bozor. Sharq bozorining orqasi sho'rda yana suvchilar bor. O'sha filtr suv, Jo'ja shashlikxona, Ebedan bir shashlikxona bor. Gagarin maktab. Bu yo'limiz yana Ko'na joylardan chiqib ketadigan yer. Şimdi geleversek aziz obunachilar, şurada bir do'kon var. Şu do'konning yanında bir xonalı kvartira sotmoq qo'yildi. Ofis, salonmi, kichkina pomeshcheniya ham kichkina bir nima aytsangiz ham bo'ladi. Do'konmi, salonmi deb bu narsa. Burada hozir erchalanib turibdi. Eldanda mestalari bor, jilyon zonalari bor. Shu ikki joyini yo'l bo'yina qarab turibdi. Kimlar kim xohlovchilar bo'lsa acayip narxlarda çıkıp tuttu azizlar. Ofislik, salonlik, do'konlik, mesda qarab turgan danışlarınız bo'lsa bir like basıp yuborib qo'yamiz azizlar. Xudo xolasa danıştirib o'tamiz. Çantanı qaratib, podestimiz. Bu yerda Yasholmen 4'te 2 etajli bo'ldi, birinchi qavatida bir xonalı kvartira sotuvga chiqdi. Xudo xolasa danıştirib o'tamiz. Akınladım görünüyor videonu. Hemen asfalt yolunu boyu yine bir yana bot tuttuk. Uçal, ileride Jo'ja shashlikxona hammamiz bor. Ya podest tarafına atsak akurat ne döşelgen hemen yine. Bağçaları hammamiz yeterli. Şöyle birinci etajda az giramiz, danıştıramiz. Kısmına yetip geldik. Kvartiramızda azizler bir xonalı kvartira. Şöyle doğru ötsek. Kuxniya joyimiz azizlar. Endi Yasholmen 4'te remont talab, kimda kim savdosini kelishib oladigan bo'lsa, o'zlari savdolashib remont etib olib o'zini xohlagan stilda bunday zal joyi shunday stilda turibdi. 4-6 razmerda zal joyi tushgan, bunday duvar ko'chaga qarab turibdi. Bunday aytgan do'konimmi, yonboshidagi narsa shu bir xonali kvartiramiz. Yine kuxniya joyimiz. Shuni ko'rinishda azizlar, kimda kim xohlovchilar bo'lsa bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Bu yerda yana sanuzel joyimiz. Sanuzel joyimiz ham yana remontlar ahvolda. Shunday kimda kim xohlovchilar bo'lsa bizlar remont qilib bemalol natib olishlari mumkin. O'zini qulay etib ofislik, do'konlik, mestalar qarab yurgan odamlarga yuborib qo'yamiz. Yo'lning ustida joylashgan